Lafsizlik. Agar so'zingda turmasang, odamlar senga ishonishni to'xtatadi. So'z bu sening qiymating. Bajara olmasang, yaxshisi va'da berma. Doimiy kechikish. Vaqtida kelmaslik bilan sen boshqa odamning vaqtini qadrlamasligingni ko'rsatasan. Bu esa ochiqchasiga hurmatsizlikdir. Doim kechikib yuradigan insonni mas'uliyatsiz va o'z hayotini tartibga sola olmaydigan odam deb hisoblashadi. Harakatdan ko'ra nolishning ko'pligi. Muammoni hal qilish yo'llarini izlash o'rniga faqat sharoitdan, odamlardan yoki qiyinchiliklardan shikoyat qilaverish seni zaif qilib ko'rsatadi. Bunday insonlar boshqalarning energiyasini so'rib oladi va hech kim ularga ergashishni xohlamaydi. Bosim ostida fikrni o'zgartirish. Vaziyatga yoki kimningdir qattiqroq gapirganiga qarab o'z prinsiplaridan voz kechish. Bu shaxsning o'z mustaqil pozitsiyasi yo'qligini va uni oson boshqarish mumkinligini ko'rsatadi. Fikringda oxirigacha turishni o'rgan. Xatoni tuzatish o'rniga bahona izlash. Aybni tan olishning o'rniga uzoq va asossiz vajlar keltirish bu insonning ruhan hali ulg'aymaganini anglatadi. Katta gapirib, kam ish qilish. Hali natijaga erishmasdan turib, katta rejalar haqida gapirish, lekin amalda hech narsa qilmaslik. Ko'p valdirayveradigan erkak tomoshabin masxarabozga o'xshaydi. Odamlar sening gaplaringga emas, natijangga qarab baho beradi. Hurmatsizlikka sukut bilan javob berish. Senga nisbatan yomon munosabatda bo'lishsa-yu, sen jim tursang, buni yashil chiroq deb tushunishadi. Inson o'z qadr-qiymatini himoya qilmasa, boshqalarga ham uni kamsitish uchun imkoniyat yaratib beradi. Hammaga birdek yoqishga urinish. Hammaga yaxshi ko'rinishning iloji yo'q. Buning uchun harakat qilsang, o'zligingni yo'qotasan va senga ikkiyuzlamachi deb qarashadi. Hissiyotlarni jilovlay olmaslik. Arzimagan narsaga jahli chiqishi yoki hissiyotlarga berilib qaror qabul qilish hali ulg'aymagan shaxsning fe'li. Kuchli inson o'zini boshqara olgan inson. Yo'q deyishni bilmaslik. Agar hamma narsaga rozi bo'laversang, sening vaqting va xohishing bilan hech kim hisoblashmaydi. O'z manfaatlaringni va vaqtingni qurbon qilib, hamma narsaga rozi bo'laverma. Rad etishni o'rgan. Boshqalarning fikriga qaramlik. Har bir qadamni odamlar nima deydi degan qo'rquv bilan bosish insonning ichki erkinligi yo'qligidan dalolat beradi. O'z hayotingni boshqalarning qolipiga moslama. Faqat o'zingnikini o'tkazish uchun bahslashish. Ma'nosiz tortishuvlar aqlli odamning ishi emas. Haq ekaningni isbotlash uchun emas, haqiqatni topish uchun gapir. Tashqi ko'rinishga befarqlik. O'zingga qaramasliging, o'zingni yaxshi ko'rmasliging belgisi. Tartibli kiyinish va o'zini tutish atrofdagilarda ilk hurmatni uyg'otadi. Hatto dushman ham oyoq kiyimingga qarab gaplashadi. Shaxsiy chegaralaringni himoya qilmaslik. Odamlarga senga qanday muomala qilish mumkinligi va nima mumkin emasligini tushuntirib qo'yishing kerak. Boshqalarning shaxsiy hayotingga, vaqtingga yoki hududingga ruxsatsiz bostirib kirishiga yo'l qo'yma. Agar chegaralaringni belgilab olmasang, boshqalar ularni istagancha buzib o'tadi. Aldash va haqqa xiyonat. Bir marta aldangan inson uni aldagan insonga nisbatan hurmatini yo'qotadi. Boshga qilich kelsa ham rost gapir. Qarz olgan bo'lsang, muddatidan oldin qaytar. Kimdir sendan pul so'raganida bera olmasang, uni umidvor qilib kuttirmay, darhol yo'q deb ayt. O'zingni hurmat qilmaslik. Bu eng muhimi. Agar sen o'zingni pastga ursang, o'zingga ishonmasang, boshqalardan hurmat kutish mantiqsiz. Kamtarlikning ham chegarasi bo'lishi kerak. Kimdir seni maqtasa, rahmat deb kifoyalan. Gapirishda davom etsang, qadringni tushirib yuborasan.
Inson o'zini qanday ko'rsa, boshqalar ham unga shunday munosabatda bo'ladi. Hurmat talab qilinmaydi. U har kungi xulq-atvor orqali shakllantiriladi.